Sharqiy Turkiston davosi va muhojiratdagi Uyg'urlarning vatanga qaytishining ziyonlari. Sharqiy Turkiston, ya'ni Uyg'urlarning tarixiy vatani uzoq yillardan beri Xitoy hokimiyatining mustamlika siyosati va qattiq zulmi ostida qoldi. Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchiligi, yig'ivilish lagerlari, majburiy emgak, diniy va madaniy bostirish hamda tug'mas qilish siyosatlari xalqaro jamiyat tarafidan keng ko'lamda ayblandi. Bu zulmlar faqat Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatmak bilan cheklanib qolmasdan, chet ellarda muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarning davosi va birligiga ziyon yetkazmoqda. Yaqinqi yillardan beri ba'zi Uyg'urlarning ota-onasini yo'qlash yoki vatanni ko'rib kelish bahonasi bilan Sharqiy Turkistonga qaytib, xuddi hech qanday zulm yo'qdek harakat qilishi davoning xalqaro sahnadagi ishonchisiga va Uyg'urlarning birligiga og'ir ziyonlarni elib kelmoqda. Bu maqola bu masalani siyosiy, axloqiy va ijtimoiy nuqtadan tahlil qilib, bunda qilmishlarning davoga bo'lgan ziyonlari va chora-tadbirlar haqida muloyiza yurgizdi. Muhojiratdagi Uyg'urlarning vatanga qaytishi. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar Sharqiy Turkiston davosida muhim rol o'ynaydi. Ular xalqaro jamiyatda Xitoyning zulmlarini fosh qilish, Uyg'urlarning haqlarini qo'g'dash va mustaqillik ko'rishini davomlashtirishda ko'rik rolini ado qiladi. Biroq yaqinqi yillardan buyon ba'zi vijdonsiz Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonga qaytib, Xitoyning mustamlika hokimiyati ostidagi vaziyatni normallashtirishga urinishi ko'rildi. Bundaq harakatlar ota-onasini yo'qlash yoki vatanni ko'rish degan bahonalar bilan yuz bermoqda. Lekin ularning oqibati Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan zulmni inkor qilish va da'voning haqligiga gumon paydo qilishdan iborat. Bu qaytishlar Xitoyning tashviqot strategiyasiga xizmat qiladi. Xitoy hokimiyati bunda qaytishlarni Sharqiy Turkistondagi vaziyatning normal ekanligini ko'rsatish uchun ishlatadi. Masalan, Xitoy taratqullari bu qaytib kelgan Uyg'urlarning vatandagi xo'shal-xo'ram hayotini ko'rsatib, xalqaro jamiyatning diqqatini zulmdan burashga urinishi mumkin. Bu da'voning xalqaro sahnadagi ishonchisiga ziyon yetkazadi va Uyg'urlarning zulmga qarshi ko'rishiga to'sqinlik paydo qiladi. Xitoyning zulmi va da'voning haqligi. Xitoy hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi siyosatlari xalqaro jamiyat tarafidan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb tasvirlandi. 2014-yildan boshlab Xitoy hokimiyati yig'ivilish lagerlari qurib, 1 milliondan ortiq Uyg'urni tutqun qildi. Bu lagerlarda majburiy emgak, diniy va madaniy bostirish, taftish va zo'ravonlik keng ko'lamda yuz bermoqda. Xalqaro tashkilotlarning dokladlariga qaraganda Uyg'ur ayollari majburiy tug'mas qilinyotidi. Diniy e'tiqod va madaniy an'analar cheklanyotidi. Hamda Uyg'urlarning kimligi sistemali holda yo'qotilmoqda. Bu zulmlarning yuz berayotganligi xalqaro jamiyatda keng e'tirof qilingan bo'lsa-mu, muhojiratdagi ba'zi Uyg'urlarning vatanga qaytishi bu haqiqatni inkor qilish yoki yo'shirishga yordamlashadi. Bunda harakatlar Xitoyning Sharqiy Turkistonda zulm yo'q degan yolg'on tashviqotini qo'llash bo'lib, da'voning xalqaroning diqqatini qo'zg'ishiga va qo'llashiga ziyon yetkazdi. Vatanga qaytishning da'voga ziyonlari. Muhojiratdagi Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonga qaytishi tövendeki jihatlarda da'voga ziyon yetkazdi. Birinchi, da'voning ishonchisiga ziyon. Vatanga qaytgan Uyg'urlarning harakatlari Xitoyning tashviqotiga ishlatilib, Sharqiy Turkistondagi zulmning og'irligini ko'rsatmaydigan vaziyat paydo qiladi. Bu xalqaro jamiyatning da'voga bo'lgan qo'llashini ojizlashtirdi. Ikkinchi, Uyg'urlar orasida bölgünçilik
vatanga qaytganlar bilan qaytmaganlar orasida gumon va ishonchsizlik paydo bo'lib, Uyg'ur jamoatining birligiga ziyon yetkazdi. 3. Zulmni normallashtirish. Bu qaytishlar Xitoyning zulmini normallashtirishga yordamlashadi. Chunki bundaq harakatlar Sharqiy Turkistonda hamma ish normal degan tasavvurni kuchaytirdi. 4. Xalqaro diqqatning burilishi. Xalqaro jamiyatning diqqati zulmdan jiroqlashib, Xitoyning tashviqotiga yo'l ochildi. Xitoyning besim va tashviqot strategiyasi. Xitoy hokimiyati muhojiratdagi Uyg'urlarni vatanga qaytishga undash uchun bir qator besim va tashviqot usullarini qo'llanadi. 1. Oila tavobatlariga besim. Xitoy hokimiyati muhojiratdagi Uyg'urlarning Sharqiy Turkistondagi oila a'zolariga tahdid selib, ularni qaytishga majbur qiladi. Masalan, oila a'zolarini tutqun qilish yoki ularning turmushini qiyinlashtirish orqali besim ishlatiladi. 2. Tashviqot vositalari. Xitoy taratqullari va ijtimoiy taratqular orqali Sharqiy Turkistondagi vaziyatni xo'shal-xo'ram deb ko'rsatib, Uyg'urlarni qaytishga ilhomlantirdi. 3. Psixik besim. Muhojiratdagi Uyg'urlarga telefon yoki boshqa yo'llar orqali tahdid selib, ularning da'voga qatnashish irodasini ojizlashtirdi. 4. Moddiy takliflar. Ba'zi Uyg'urlarga moddiy yordam yoki xizmat fursati taklif qilib, qaytishga jalb qilinadi. Bu usullar Xitoyning muhojiratdagi Uyg'urlarni kontrol qilish va da'voni buzishdagi sistemalik strategiyasining bir qismidir. Axloqiy va siyosiy mas'uliyat. Sharqiy Turkiston da'vosi faqat siyosiy kurash bo'lib qolmasdan, balki axloqiy va ma'naviy jihatdan ham muhimdir. Muhojiratdagi Uyg'urlarning vatanga qaytishi garchi shaxsiy sabablar bilan yuz bersimi, da'voning haqliqiga va Sharqiy Turkistondagi zulmga duch kelgan yurtdoshlarimizning, vatandoshlarimizning azobiga zid keladi. Bunda qilmishlar Xitoyning zulmini normallashtirishga yordamlashib, da'voga xiyonat qilish bilan barobardir. Biz bu xil harakatlarni qat'iy ayiblaymiz va mangu la'natlaymiz. Bu bir ishplaslik, bu bir vijdonsizlik, bu bir mas'uliyatsizlik. Har bir Uyg'urning da'voga sodiq bo'lish va Xitoyning besimiga bo'ysunmaslik mas'uliyati bor. Muhojiratdagi Uyg'urlar faqat vatandagi zulmni fosh qilish va xalqaro jamiyatning qo'llashiga erishish orqali da'voning muvaffaqiyat qozonishiga to'kib qo'sha oladi. Chora tadbirlar. Sharqiy Turkiston da'vosini qo'g'dash va muhojiratdagi Uyg'urlarning birligini saqlash uchun tövandagi tadbirlarni qo'llanish kerak. 1. İşenç ve birlikni kuchaytirish. Muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlari va faoliyatchilar orasida ochiq-oshkora hamkorlik va aloqa kanallarini yaratish, gumon va ishonchsizlikni azaytish. 2. Ma'rif va ogohlantirish. Uyg'ur jamoati orasida Xitoyning besim va tashviqot strategiyasi to'g'risida ma'rif elib berish, vatanga qaytishning da'voga ziyonlarini tushuntirish. 3. Xalqaroliq qo'llash. Xalqaroliq tashkilotlar, hukumatlar va axborot vositalari bilan hamkorlashib, Sharqiy Turkistondagi zulmlarni davomli fosh qilish va da'voning haqligini ko'rsatish. 4. Axloqiy prinsiplarga sodiqlik. Har bir Uyg'urning da'voga sodiq bo'lishi va Xitoyning besimiga qarshi turishni talab qilish. Xulosa: Sharqiy Turkiston da'vosi Uyg'ur xalqining erkinlik va haqlari uchun yurgizilgan muqaddas kurashdir. Muhojiratdagi Uyg'urlarning vatanga qaytishi garchi shaxsiy sabablar bilan yuz bersimi, Xitoyning zulmini normallashtirishga yordamlashadi va da'voning xalqaro sahnadagi ishonchisiga ziyon yetkazdi. Bunda qilmishlar razillik bo'lib, Sharqiy Turkistondagi zulmga duch kelgan yurtdoshlarimizning azobiga xiyonat qilishdir. Biz bu harakatlarni qat'iy ayiblaymiz va mangu la'natlaymiz. Bu bir ishplaslik, bu bir vijdonsizlik, bu bir mas'uliyatsizlik.
Muhaciratdagi Uyg'urlar birlik va samimiyat bilan davoni qo'llash kerak. Sharqiy Turkistonning erkinligi uchun birlikda kurash qilaylik. Hargiz vatanga osiylik qilgan qora yuzlardan bo'lib qolmaylik. Maqola avtori Izbasar.